Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Tony. Bugungi videoda men sizlarga Grand Mobile'da eng ko'p pul olib keladigan top 3 ishni ko'rsataman. Agar siz tez pul topmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Va stop, videoni boshidan like bilan podpiskani bosib qo'ysangiz bizga motivatsiya bo'ladi. Birinchi o'rinda yuk tashish ishi. Bu Grand Mobile'dagi eng ko'p pul beradigan ishlardan biri. Siz yukni olib boshqa joyga olib borasiz va masofa uzoq bo'lsa ko'proq pul olasiz. Shuning uchun ko'p o'yinchilar shu ish orqali katta pul topadi. Ikkinchi o'rinda inkassator ishi. Bu ishda siz bank pullarini mashinada olib borasiz. Har safar topshiriqni bajarganingizda yaxshi pul beriladi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak, chunki ba'zi RP vaziyatlar yoki hujumlar ham bo'lishi mumkin. Va uchinchi o'rin, oxirgi o'rinda avtobus haydovchisi. Bu ish juda oson, yangi o'yinchilar uchun qulay. Bekatdan bekatga yurib yo'lovchilarni olib ketasiz va har bekatda pul olasiz. Lekin bu ishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bezorilar har bekatda o'ldirib ketishi mumkin. Demak do'stlar, Grand Mobile'da top 3 ko'p pul olib keladigan ishlar shular edi. Siz qaysi ishda ishlashni yaxshi ko'rasiz? Shuni kommentga yozing. Sizlar bilan Tony bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha omad.